Amerika yoki dunyoning top universitetlariga o'qishga topshirmoqchi bo'lsangiz, aynan bu video siz uchun. Bugungi qismda esa GPA haqida gaplashamiz. GPA muhimmi va GPA o'zi nima? GPA bu Grade Point Average, ya'ni bu siz o'rtacha o'qigan bahoyingiz hisoblanadi. Ham ko'plab universitetlar siz akademik darajangizni aynan GPA ga qarab baholashadi. Bakalavriatga topshirayotgan bo'lsangiz, ko'pincha GPA 9-sinfdan 11-sinfgacha bo'ladi. Agar magistraturaga topshirayotgan bo'lsangiz, demak siz bakalavrda o'qigan barcha fanlaringiz. Amerikada GPA 4 balli shkalada hisoblansa, O'zbekistonda 5 balli. Shuning uchun ham aynan juda ham ko'p studentlar aynan nima qilishni bilmay qolishadi. GPA to'g'ridan-to'g'ri o'zingiz o'zgartirishingiz ham kerak emas. Ba'zi universitetlar o'zlari shunchaki konversiya qilib olishadi. Qilib GPA hisoblasa bo'ladi. Shunchaki baholaringizni qo'shasiz va average'ini chiqarasiz. Ikkinchi yo'li bor, bu sal qiyinroq. Fan va kreditlar orqali ham hisoblash mumkin. Oson yo'li bormaydiganlar uchun oson yo'li bor. Colorado.com GPA calculatordan foydalansangiz bo'ladi. Siz o'qiyotgan davlatingizni tanlaysiz va qaysi davlatga o'qishga topshirmoqchi bo'lganingizni va fanlardan olgan baholaringizni va soatlarini kiritib berasiz va sizga esa o'rtacha GPA'ngizni hisoblab beradi. Bunda hech qanaqangi 4 baholar bo'lmaganligi uchun ham universitetga shunchaki o'zimni transkriptimni jo'natganman. Lekin maslahat, transkriptingizni alohida originalini topshirishga harakat qiling. Dunyoning top universitetlarida o'qimoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lishni unutmang va keyingi videoda yanada universitetlarga topshirish haqida ko'proq ma'lumot beraman.